Shundaq bir ovoz bor, u bizga dunyoni bildirdi. Shundaq bir ovoz bor, u dunyoni mehr muhabbatga to'yintirdi. Shundaq bir ovoz bor, u bizni mehr muhabbatga to'yingan aslimalar qo'yniga boshlaydi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganinglar Şinjan radio televiziya stansiyasi bilan Şinjan Kapitan xalqaro savdo cheklik shirkati hamkorlash bozorlarga sungan Şinjan Pasil xalqaro savdo cheklik shirkati xos nomidagi ovoz va talant programmasi. Men program riyosatchisi Umid Tursun. Ovoz va talant programmasi ovoz berishga qiziqadigan, shundaqla ovoz jihatdagi talantini namoyon qilishni xohlaydigan barliq do'stlarning eng yaxshi sahnasi. Undaqda programmamiz boshlanishdan avval biz baholovchi ustozlar bilan tanishib chiqaylik. Qani, marhamat. Ovoz ve talant programımızın bağlıqçısı Sünye Muallim. Ovoz ve talant programımızın bağlıqçısı Qaysar Habibullah. Ovoz ve talant programımızın bağlıqçısı Maqsad Kadirqan. Ovoz ve talant programımızın bağlıqçısı Dilshod Raydin. Ovoz ve talant programımızın bağlıqçısı Farida Rashidin. Ovoz va talant programmamizga qatnashib, hal qilg'ish musobaqamizda o'tib chiqqan oldingi 4 nafar mohirimizni katta mukofotlar saqlab turyapti. Qiynaldiqda hammalar mukofotlar bilan tanishib chiqaylik. Marhamat. Birinchi darajaga erishgan mohirni Şinjan Pasil xalqaro savdo cheklik shirkati 100 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan. İkinci darajaga erishgan mohirni Şinjan Kapitan xalqaro savdo cheklik shirkati 80 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan. Üçüncü dereceye erişken mahirni Şinjan Xalqyar O'qatchilik guruhi 50 ming yuan qiymatidagi avtomobil bilan. Dördüncü dereceye erişken mahirni Şinjan Kapitan Madaniyat tarqitish cheklik shirkati 20 ming yuan naqd pul bilan mukofotlaydi. Ovoz ve talant programımızda mahirlerimizin nadir kino, televiziya teatrlarına ovoz berish jihatdagi universal san'at mahorati orqali nadir asarlarimizga hurmat bildirdi. Mahirlar özleri tayyorlab kelgan qisqa filmlarga ovoz berish, Putunxo'da ovoz berish, nadir filmlarga ovoz berish qatorliq 3 bosqichlik ovoz mahorati orqali ko'pchilikka nadir kinolardan tarixda asıltib, ovoz orqali klassik asarlarga hurmat bildirib, ovozning haqiqiy sehriy kuchini his qildirdi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ovoz va talant programmamizning birinchi aylanma musobaqasining birinchi bosqichi hozir boshlandi. Undaqda birinchi nomerlik mohirimiz zodi kim? Ekran orqali tanishib chiqaylik. Yaxshimizlar ko'rman do'stlar, men Alxut Nijat. O'zim Şinjanda yashagan axborot va tarqitish yo'yinining axborot kasbining 3-yilligini o'qiyotsim. Men kichikimdan tortib futbol o'ynashga va qiziqatdim. Darsdan sirqi yana tambirchilik va shundaqla gitarchilik qatorliqlarni o'rgandim. Undan so'ng men yana film montajligiga nihoyat qiziqman. Bu jihatlarda hamda bak ko'rinarli natijalarni olib ketmagan bo'lsam, lekin o'zimning iqtidorining doirasida yana az to'la natijalarni qo'lga keltirdim. Men bu qidim ovoz va talant programmasiga qatnashishlik sababim kichikimdan tortib har xil narsalarni do'rab o'zimga o'yin qilyaptimga. So'nglashqa bu qidim mush programma qatnashish orqali o'zimning saviyasini sinab beqish va shundaqla kasb jihatdagi nurg'un ustozlardan ta'lim tarbiya olish uchun mush sahnaga qadam oldim. Hammalarni meni qo'llab-quvvatlab berishinglarni umid qilaman. Rahmat. Mahirimiz Alqutni sahnamizga taklif qilamiz. Qani, Alqut sahnamizga marhamat. Barliq bağlag'ich ustozlar, ekran oldidagi ko'rman do'stlar. Men Alqutning hammalarga Ali salom. Rahmat. Alqut, sendan bir narsani so'rab boqaysan, o'zing oliy maktabning 3-yilligida o'qiyapsan, shundaq-ku. Qanday qilib bu ovoz berishga qiziqib qolganding? Endi bu bir hikoya, aşı kichik vaqtlarimdan tortib, jongo klassik asarlardan shu g'aribki sayohatga pek amraqdim. Buni o'shidika shu Sunokong obraziga bo'libmi? Yana ishtiyoqim batdi meniki. Sunokongning obrazi deb qoldik. Biz odatda media vositalari orqali ko'rgan. To'g'ri. Ammo naq maydonda bir menimcha ustozlarnimi bir to'xtab turar, zodi ovozi o'xshamdi, o'xshamamdi deganga baho berish uchun bir kapaqamdoq bo'ldi. Ha? Qani baqali. Ustoz. Uy. Ustoz besh yo'qotdi-ku. Men tanıyamadım, qaysi yag'an. Undaqda Alqut, bugun programmamizga qaysi asaringizni ilib keldingiz tunji bo'lib? Mehmetning bir futbol arzuyu var. Xuddi mening bir ovoz artistlik arzuyim bo'lganga o'xshash. Shunlashqa mening tanlig'inim Mehmetning 2018-yildan ari. Rahmat. Sahnamiz sizga qoldi. Dilbar, bizga terner bo'lib bersangiz o'tinaman. Dilbar terner. Ma'quldan. O'tinib qolay. Muhammad,
Bu nemi qilganınız? Men Qumquruq kentiga barliq ishlarga vakolatan sizdan ay bizdan komandamizga trener bo'lib berishingizni umid qilaman. Dilbar trener, menga ma'qulda o'tnib qolay. Muhammad, bu nemi qilganınız? Dilbar, bilamsiz, aşı balalarning arzu armonlari bor. Siz Urumchida bo'lsangizmi, hargiz undaq balani topolmaysiz. Menga ishoning. Biroq men qiz bola tursam, Dilbar, qiz bola qandaqmi futbol treneri bo'la olasan? Dilbar. Dilbar. Kechiring. Sizdan apu so'rayman. Dilbar trener, biz dal sizda qiz trenerga muhtoj bo'lyapmiz. Alqıtıq köpdən köp rəhmət. Undaqda ustozlar qandaq bahalarını berdi? Ala baxanlıq. Ma'qul aka. Qani. Mehmet'in 2008 yılı bu filmini tanlapsan, balı boğallığın üçün ki oxumadım avazın nəydi yaş kep qaldı. Kiçik kep qaldı. Balılıq bir xil pıraq ba avazın içidir. Hem elbette bunu tərbiyelenişdən keladigan nəslər. Məsələn, sezimlarını deyimiz, obrazlarını yaratish deyimiz, hissiyat deyimiz, selishtirma deyimiz degandek nurg'un holatlar bo'ladi bu ovoz deganiki. Lekin birinchi qitimliqingda mushu yoshga nisbatan, mushu holatingga nisbatan mush filmga ovoz bergan nayt yaxshi ovoz berding. Maqsad ustoz. Bu film bizning kino studiyasi, Tianshan kino studiyasi ishlagan film. To'g'ri. 2008-yillik o'sha Olimpiyaga arnab ishlagan film. Hamma shu filmning ishida bo'lgan boshdan oxir. Bu yaxshi film bo'lib bag'alangan. Lekin endi buningga ovoz shunday filmlarga, nodir filmlarga ovoz berish uchun yaxshi bir puxta tayyorlik bo'lish kerak. Men sizning bir yaxshi ovoz artisti bo'lib chiqadiganingizga ishonaman. Rahmat. Rahmat, Maqsad ustoz, rahmat. Undaqda bugungi 2-nomerlik mahirimiz zodi kim? Ekran orqali tanishib chiqaylik. Marhamat. Сәлеметсіздерме достар? Мен Саяпиян қызымын. Туған ауылым Налқы. 2005 жылы күйдің көркемөнөр факультетінен оқу тауысқаннан кейін ұстаздық қызметте болдым. Ойын-сауық үйірмесінде де істедім. Қазір Іле облыстық радио-телевизия мекемесі кино-телефильм аударма орталығында қызметтемін. Осы ретті Шинжаң радио-телевизия станциясы өткізген актер талант айдарына қатынасқаныма өте қуаныштамын. Мен кішкентай кезімнен бір өнер иесі болсам, халқыма рухани азық бағыштайтындай кемелді бір орында қызмет етсем деп армандайтынмын. Қазір сол арманыма жеткендей болып отырмын. Алдағы жерде экран алдындағы барлық көрермен қауымның қолдап қуаттауын шын жүректен үміт етемін. Qani saya sektimizga marhamat. 主持人好，各位评委老师们好，сәлеметсіздерме? Saya, siz intayin oldirashchilik ichidan vaqtni chiqarib bugungi mushu musobaqamizga cho'qim qatnashaman deb iledin keldingiz, hisobda G'uljidan keldingiz, shundaqmi? to'g'ri. Hamda nima sababdan bizning ovoz va talant programmamizga qatnashishni o'ylab qoldingiz? Енді мен өзім актер және талант айдарына келіп қатынасқаныма өте қуаныштамын. Өйткені өзім осы дыбыс актерлікті өте сүйемін. Іле Қазақ автономиялы облысынан келгеніме мен ешқандай да жапалы деп сезінбеймін. Биылғы жылы Іле облысы бүкіл мемлекет күйінше ұлттар ынтымағы жағында үлгілі облыс болып бағаланса, ал Құлжа қаласы бүкіл мемлекет бойынша ұлттар ынтымағы жағында үлгілі қала болып бағаланған. Мен өз туған жерімнің жетістіктерімен мақтанамын. Туған жерімнің ұлттар ынтымағына қатысты көптеген хикаяларынан тебіренемін. Менің бұл ретке алып келгенім Mehir muhabbat. Albatta, Mehr muhabbat nomli bu film bo'lsa, menimcha butun dunyoga ta'sir ko'rsatgan bir film deb esaqmi bo'ladi. Undaqda seknimiz sizga qoldi. Qani, marhamat. Rahmat. 孩子，你叫什么名字？你家在哪里？ Қайда барасың? Шеше, мен сырттан бір қаңғып жүрген бала көрдім. Қаңғып жүрген бала дейді? Өне бойы кірго жалақ. Ол қайда жүр? Анау тас қорған жақта жүр. Сен шайыңды іше бер.
uyun qayda? Qarning açdimi? Jure qo'y. Jilama. Bizning uyga borayıq. Qarning açqan bolar. Aldımen tamaq jey qo'y. So'sin әңгімелесейік. Bas kiyimingni alып qo'y. Abaylab jir. Qani. Üstü bosu ne degen lot? Qaraшы, bolar ешкімі жоқ сияқты. Aslı qız bola ekansan qo'y. Sayağ köptün köp rahmat. Birli qitimda 5 personajga bir ovoz berdingiz, shundaqmi? Xo'sh, undaqda ustozlar qanday taklif fikrlarni berdi, anglab baqamdiq. Qani, Farida ustoz. Sayanın avaz tüsüm şunday yaxşı ekan, bir vaqtning o'zida 5 obrazni shunday yaxshi farqlantirib yaratdi. Bu menga bek ta'sir qilgan eliqi o'stan bo'yda kichik balaning, kichik balaninki obrazi. Shu jig'a, aşağıdaki hissiyatni shunchalik yaxshi ifodalab berdingiz. Rahmat ustozlarga. Albatta, sayağımı köptün köp rahmat. Ona qo'sa amdi ikkinchi aylanmada ko'rishaylik. Bo'lamdi? Qani, marhamat. Onaqda 3-numurluq mahirimiz zodi kim? Qisqa film orqali tanishib chiqaylik. Marhamat. Ko'pchilik yaxshimsizlar, men Akbar Habibullah. Pichan nahiyasi Limjin bozoridan bo'laman. Xojing fan texnika dashasining kompyuter kasbida o'qigan. Hozir Madaniyat taqdi shakli shirkatida ovoz berish, tarjimonlik qatorli xizmatlar bilan shug'ullanyapman. Men kichikimdan shu muzikaga va ovoz berish san'atiga shunda qiziqatdim. Uyda televizor ko'rganlarda shu Yolqin Sapar ustozning Sunukonga ovoz berganda do'rab, uydagilarni, qo'shnilarni doim kuldirib o'tatdim. Ustozlar, ko'raman do'stlar. Mening tövanda ko'rsatgan nomerimni yoqtirishinglarni umid qilaman. Xizmatga chiqqandan keyin Madaniyat taqdi shirkatlarida ishlash jarayonida mening ovoz artistlari bilan yaqin oraliqda uchrashadigan bir fursatim bo'ldi-da. Shuning bilan Anvar Barat ustozimning meni 1 yil atrofida yetaklashi bilan Quruqliq jang shohi deganimiz mushu bizningki ozodlik armiyamizningki ro'y kayfiyati, jo'shqinligini namoyon qilgan bir film. Kino filmlarga ovoz berish xizmati bilan shug'ullanyapman. Hamda ovoz va talant programmasida qatnashishimdagi maqsadim o'zimni bir qitim sinab beqish uchun. O'zim hurmat qiladigan o'sha ustozlarning menga bergan qimmatli taklif fikrlarini anglab, o'zimdagi barliq yetarsizliklar yoki ortiqchiliklarni his qilish orqali buningdan keyingi o'rganish nishonimni texmi aniq qilmoqchi. Amdiki mahirimiz Akbarni sahnimizga taklif qilamiz. Qani, marhamat. Hurmatli ustozlar, ko'rurman do'stlar. Akbar Habibullohdan sizlarga salom. Rahmat Akbar. Undaqda Akbar o'zingiz ovoz berish san'ati bilan shug'ullanib o'tibsiz. Necha vaqt bo'ldi? O'rganayotgani 1 yil bo'ldi. Yaqinqi necha oydan buyon bir tarafdan o'rgangash yana shug'ullanib kelyapman ovoz berish. Yana bir tarafdan ovoz berish xizmati bilan shug'ullanib kelyapsiz, shundaqmi? Xo'sh, undaqda bugungi bu programmamizga ilib kelgan tunji asringiz qaysi? Men kichigimdilla harbiylarga intayin qoyil bo'latdim. Ular bo'lsa shu boturlik bilan vatan xalqini qo'g'daydigan ulug' kishilarimiz. Yalqulluq yillar nomli film tanlash orqali men barliq jangchi askarlarimizga, peshqadam ustozlarimizga hurmatimni bildirmoqchi. Bo'ldi Akbar, undaqda sahnimiz sizga qoldi. Marhamat. 这样你似乎已围起了不小的地，但是被我这棵冲，再被我这棵断，我的整个右方已经形成很大的规模。店长，tayyor bo'ldingmi? Siz avval menga. Bo'ldi, sen menga. Amsa tuzut qilmadan. Bunda xatolikni o'tkazishingiz yolg'iz urug'larimni ishga oldirib ketganlikdan bo'ldi. Bu xil tafakkur usuli yuzaki, amaliyotga uyg'un emas. Qarang, men bir urug'ni bu yerga qo'ysam, oldirib qo'rishib oldingiz. Yana bir urug'ni bu yerga qo'ysam, yana qo'rishib oldingiz. Qarmoqqa xeyli ko'p o'rinni qo'rishib olganingiz bilan
Lekin men bu yerdan hujum qilib, bu yo'lni uzib o'tgandan keyin o'ng tarafdagi o'rinda cho'ng ko'lamni egallab oldim. Ziningiz ishib ketdi. Bundaq bo'lsin. Avu urug'ni qaytadan mengishingizga yo'l qo'yay. Nima ish qaytamanglar? Qaytamang deyishim, yengilib qilish ehtimolligingizni kichiklatish uchun. Daha o'ynab bo'lmay turib yengilib qolganlarni qanday bilasan? Chunki bu yo'lni maqsadingizda yengilasiz. O'ynaylik, tugaganda bir gap bo'lsin. Bo'ldi, o'ynamayman. Hey, Lenjan, biroz o'qimashga qachon olib chiqsiz? Sana deb qo'yay, to'la kiranlab ketma. Sen bilan yana o'ynayman. Akbarga rahmat. Undaqda ustozlarning taklif fikrlarini olib baqamdiq. Ma'qul. Qani. Nechilik vaqt bo'ldi ovoz berayotgani? 1 yildek bo'ldi. 1 yildek bo'ldi. Yangi uyganchi ekansiz. Shunga hamda bu to'g'riliq ko'p so'zlamasam bo'g'dak. Hamda hozirgi yangi uyganchida asosiyatdan ustoz ovoz artistlarini doğrash bosqichida bo'ladi. Shularning ovozlarini, urug'larini, ohanglarini hammasini doğrash boshdagi bosqichdagi bir o'rganish bosqichidagi bir xil holat deymiz. Lekin bunda ketibasi yaxshi bo'lmaydi. Nima uchun deganda, har bir ovoz artisti ustozlarni tutish jarayonida shu ustozningki ortiqchiligini o'ziga mujassamlash kerak. Uning keyindan uygunguchi o'zining ortiqchiligi orqali yangicha bir xil yangilikni yaratish kerak demoqchi. Ikkinchi bosqich mahirlarimiz ko'pchilikka filmning asli ovoz bo'yicha ovoz berish jihatdagi mahoratini ko'rsatdi. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganlar Şinjan radio televiziya stansiyasi, Şinjan Kapitan xalqaro savdo cheklik shirkati hamkorlash bozorunlar sungan Şinjan Pasil xalqaro savdo cheklik shirkati xos nomidagi ovoz va talant programmasi. 接下来呢，我们要进入到我们第2轮的比赛——魅力之声。在魅力之声这个阶段呢，我们的选手们向电影原声挑战。当然，我们栏目组已经为选手们准备好了几个片段，我们一起来看大屏幕。来，有请。那么我们的1号选手，你选择的是？我选择士兵突击的片段。好，来2号选手，你选的？我选择的是青春之歌。好，来3号选手。我选择塔克拉玛干的鼓声。好，那么3位选手，你们准备好了吗？准备好了。准备好了。好，电视机前的观众朋友们，我们第2阶段的比赛正式开始，有请1号选手。7连都不存在了，你这会儿想当清洁工啊你？报告，已经习惯了。来，听我口令：哭、笑、撒泼、打滚、骂人，或者你一拳把我 KO 了，随便，反正7连是不存在了。许多人都很奇怪，为什么他在生命快要完结的时候，还能这样的安详？小妹妹，我给你们讲个故事吧。几年前，在苏州监狱里，关着一个年轻的共产党员，他被判处了死刑。可是他好像完全不知道他的生命就要完结了一样，他仍旧和敌人进行顽强的斗争，而且愉快的生活着，每天认真的锻炼身体，研究党的文件，学习理论。他还在监狱里开办大学，教同志们学习论文。许多人都很奇怪，他和他的妻子苏联去学习过。许多人都很奇怪，为什么他还在生命快要完结的时候，还能这样的安详，这样的乐观呢？他笑着对大家说：“一个共产党员，只有当他闭上眼睛以后，才有权利停止斗争。一个共产党员和革命者永远不会死。”我的家乡也有这么一条河，小的时候淘气，在水里头抓鱼、游泳，天天弄得一身的泥。摩尔卢克河真的是美得很。我的家乡也有这么一条河，
小的时候淘气，在水里头抓鱼、游泳，天天弄得一身的泥。甜不甜家乡水，亲不亲故乡人。你今天这样做，我知道你的心里装着乡亲们的。维吾尔族有句谚语：驯服狮子不是英雄，克制住自己的脾气才是真正的英雄。以后啊，我们都应该用头脑和智慧来做事情。脱贫致富的办法有很多，我们一起来找。那么我们一起来听一下各位老师会给出什么样的评价。第一位选手，语言有活力，语气也到位，很入戏，像那么回事儿啊！我觉得啊，谢谢。这个我觉得比前面要好。你今年几岁？23。23还小嘛啊？但你这个人物不是23了，这个人物可能40了，将近40岁了。对。所以体验这个人物就很微妙的，就是说底气不足，他毕竟是军人嘛，所以说话底气足一点，可能要好一些。铿锵有力。他是一个军官嘛，是吧？是个军官。对。你看那种纠结，那种矛盾的那种情绪啊，再反映更好就好了。好的。好的。第二位选手，我觉着能根据电影的场景、语境设计。声音以及你的语气语调，我觉得非常好。需求完美，我们配音就要完美。但是我觉得有些不足，就是普通话不够标准。第三位选手是艾克拜尔，是吧？声音掌控很自如，很自如，也很松弛内在。我觉得他的语言有画面感。好，谢谢各位老师。Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar. Mana hozir 3 nafar mahirimiz 2-chi bosqichlik musobaqasini oxirlashtirdi. Hamda mahirlarimiz 3-chi bosqichlik musobaqaga qadam qo'ydi. 3-chi bosqichlik musobaqamiz bo'lsa, nodir asarlarga ovoz berish bosqichi. Albatta, bugun tavsiya qilmoqchi bo'lgan bu filmimizdagi aktyorlar qo'shini intayin kuchli bo'lib, garchi bu filmda bir qism aktyorlarning gapi ko'p bo'lmasa-mu, ammo ular o'zining rol ilish jihatdagi talanti bilan bu filmni g'oyat zo'r kuchga erishtirgan. Albatta, yana bir muhim tarafi bo'lsa, bu filmda har bir aktyor o'zining vatanga bo'lgan qizg'in muhabbatini ifodalagan. Shundaqla hech qanday haq olmagan. Undaqda bu film zada qaysi film? Hammalar tanishib chiqaylik. Marhamat. Partiya qurish ulug' ishi. Biz albatta mahirlarimiz programmamizga tizimlatganda ularga vazifa topshirgandik. Shundaqku. Undaqda mahirlarimiz dal mana shu filmdagi qaysi personajlarga ovoz berdi? Alqut. Men bu filmdagi Chindosho obrazini tanladim. Xo'sh, Qanasaya? Men buningda Yankay Xo'yning rolini tanladim. Akbar. Mavjushiyni. Tanlaymiz, shundaqku. Men 1-nomerlik mahir Alqutni azroq avvar qilay. Bo'ladi. Xo'sh. Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ovoz va talant programmamizning 1-chi aylanma musobaqasining 3-chi bosqichi hozir boshlandi. Qiynadaqda 1-nomerlik mahirimiz sahnamizga marhamat. Mahirlarimiz 3-chi bosqichlik musobaqasini oxirlashtirib bo'ldi. Undaqda endi biz ustozlarning taklif fikrlaridan olib boqaylik. 1-nomerlik mahirlar 3-nomerlik mahirning boyatınqı ovoz bergan nihoyat jonliq. Bularning oldida men ta'sirlandigani bir ikkisi Muşu kesip kızıkkını da. Muşu kesip kızıkıp, başka kesip yürüp durup, yani muşu kesip kızıkıp, ataytan bir şeyge muşu programı katnaşkın min tesirlendirdi. Şimdi başka bu işki mahirimiz, muşu kesip icatlı mı, minonca, bunun kin, muşu avaz beriş sahası da çokum netice kazanalaydıgan aşağı közüm görünüyordu. Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, mana 3 nafar mahirimiz 3 bosqichlik musobaqani oxirlashtirdi. Albatta, endi eng oxirgi natijasini chiqarish bosqichiga qadam qo'ydik. Undaqda, bugungi Busan programmamizda qaysi mahirimiz keyingi aylanmaga qadam qo'ya oladi? Ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ko'rayotganinglar Xinjiang radio televiziya stansiyasi bilan Xinjiang Kapitan xalqaro savdo cheklik shirkati hamkorlash bozorlarga sungan Xinjiang Pasil xalqaro savdo cheklik shirkati xos nomidagi ovoz va talant programmasi. Hozir mahirlarimizning zodi kim keyingi aylanmaga qadam qo'ya oladi? Har bir ustozning qo'lida birdan alaydi huquq bor. Bu alaydi huquq bo'lsa, yana ustozlarimiz o'zining ko'nglidagi keyingi aylanmaga qadam qo'yolmay qolgan shu mahirni
bevosita ilib kirkitish huquqidir. Undaqda eng oxirgi qarorni zada qaysi ustoz berdi? Qani, Qaysar ustoz. Alqut, agar tanlamay qolsang, pushamay qolamsan. Men bir gapni qilayin do'stim. Bayam mush kagicha dadam yo'lga sag'a vaqtda meni. Xo'p, kirkitiva hech nimada ansirma. Shalnib ketib qolsangmi, ash sahne chiqib vaqtning cho'ng natijasini kirkitiva men dedi. Deganda mayli bo'l chataq yo'q deb. Bala degan yana balaligini qilib ha. Xo'sh, unda bo'lsa saya. Agar siz tanlamay qolsangiz-chi, pushaymon qilamsiz. Mo men uchun bir yugunish, bir savoq. To'g'ri. Sizlardek shu ustozlarning fikrini anglab, o'zimni bilmagan, o'qimagan yerlarimni bilib olish uchun. Rahmat. Unda bo'lsa, eng oxirgi natijani e'lon qilay. Bizniki keyingi aylanmaga qadam bosgan mahirimiz bo'lsa, birinchi nomerlik mahirimiz Alqut muborak bo'lsin. Muborak bo'lsin. İkinci nomerlik mahirimiz, shundaqla 3-cü nomerlik mahirimiz shu bosqichdan keyin ishqala bizning keyingi aylanmaga qadam basamay qoldilar. Biz faqat bu programmamizda birli mahirni tanladik. Shunga oxirgi natija dalmishu. Xo'sh. Rahmat. Qaysar ustozga ko'p rahmat. Undaqda oldi bilan Alqutni tabriklaymiz. Muborak bo'lsin.我简单说两句啊，传承声音之美，再现经典故事，声音是手段，情感思想是灵魂。这两个手段如果没有的话，或者偏颇了哪个都是不存利的，都是会打折扣的。我们这个效果，所以这个声音它不单是一个简单的一个声音的发出，它应该是什么呢？有标准的。我认为有3个标准。你要如果达到了，那可以留在这个舞台上。第一个标准就是语音的标准程度，是吧？2号选手就吃了这个亏。汉语普通话，国家通用语言不够标准。其实你是一个非常优秀的配音演员，我特别享受你在台上这种状态，真的。从你一招一式能够感觉到你是一个有体验感的配音演员，能把我们带进去。但是就这个环节，语音的标准程度不够高。使你暂时离开这个舞台，我希望今后能看到你，2号选手啊。第2个标准就是声音的清晰程度，声音的清晰程度，这3位选手是没有问题的。第3个标准是语言的标准程度，准确程度，或者确切说就是语言的准确程度。这3点，语音的标准度、声音的清晰度、语言的准确度做到了，可能我们会在这个台上留得更久远。那么第3号选手就是这个问题，就是语言的准确度，他对作品的驾驭能力不够，是吧？以至于你看，我刚才问马老师，他像不像第一书记？我问的就这个意思。他对作品的语言的驾驭能力不够，就导致了什么呢？他的准确度打了折扣了。以后能够把这些缺憾补上去，再次能看到你们这样在舞台上光彩的一面。希望你们能够再来，好不好？好，谢谢你们。谢谢老师。Xo'sh, ekran oldidagi qadrli ko'rmanlar, ovoz va talant programmamizning bu soni mana bu yerda oxirlashdi. Keyingi sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.